Oppa, urishasizmi? Kela qoling. Yosh bola bu men. Adasi oshxo'rda qilib beraymi? Osh qiling. Keling unda doldozlikka o'ynaymiz. Adasi, rosa charchadingiz-a? Ashula aytib beraymi? Katta xotinsiz. Yarashadigan ish qiling. Mendan xafa bo'ldingizmi? Katta xotinsan dedingiz-ku. Endi yoshingiz Siz erkaklar balki qarirsizlar, lekin biz ayollar hech qachon qarimaymiz. Bizning ichimizdagi kichkina erkatoy qizcha hech qachon katta bo'lmaydi. bilmagan ekanman. Meni kechiring. Kechirim so'ramang. O'zi siz meni hech qachon xafa qiladigan ish qilmang. Bilasizmi nimaga? Nimaga deb so'rang endi. Nimaga? Chunki ko'chada kimdir meni xafa qilsa, kelib turib men sizga aytaman. Allakigin siz meni xafa qilsangiz, kimga aytaman? O'zi siz meni sevmaysiz. Sizni qachon sevishdan to'xtashimni bilasizmi? Tom Jerryni yeganida, telefonimni quvvati 101% ni ko'rsatganida.